ishi o'zi nimaga anaqa ishlaydi degan. Men misol nimaligini bilmayman-da, buni nimaga qo'yilyapti. Xo'p, bu bazalt mineral tolasi tabiiy mahsulot. Vulkan parodasidan geodeziya qilinib, mutaxassislar qayerda borligini parodan aniqlaydi, toshni qazib oladi. Keyin maxsus konveyerlar bor. Eritiladi 1,5-2,000 gradusda. Tosh eritiladi, keyin u tolaga aylantiriladi. Uni protsessi bor. O'sha tosh eritilib, как lava tolaga aylanadi. Keyin u to'qiladi. Hamda materialga o'xshab, bundoq paxtaga o'xshagan narsa-da. Ana yoshligimizda esingizda bo'lsa, parklarda sotardi, bundoq attraksionlarning atrofida paxtachi, xuddi shunaqa sentrifugada aylanadi. Keyin o'zini plotnostlari zadat qilinadi texniklar tarafidan. Bu misol uchun plita ko'rinishida bo'ladi. Asosiy fasadga plita ko'rinishida ishlatadi. Uy ichiga ham ishlatsa bo'ladi. Qalinliklari bor. Mana misol uchun, agar uyingiz bo'lsa, devor qalinligi siz kutayotgan effektdan kelib chiqib, qonun va me'yorlari bor. Shu bo'yicha men hisoblab beraman. Siz qanaqa effektivlik, qanaqa komfortga erishmoqchisiz, o'shani men hisoblab beraman-da. Undan keyin o'sha keyingi etaplarga o'tamiz. Narx-navo, o'sha dizaynlaringiz bor bo'lsa, dizayndan kelib chiqib, u detallashiladi keyin. Aslida buni vazifasi uy ichidagi issiqlikni tashqariga chiqarmaslik. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, izolyatsiya vazifasini bajaradi. Suvda-chi, suvda suv ushlab beradi, tipa shunaqami? Suvda uyingizni issig'ini ushlab beradi. Qancha isitayotgan bo'lsangiz, tipa zax o'tkazmas ekanda. Namlikni, zaxni, sovuqlikni o'tkazmaydi. Bu hozir fasad qismidan qilinyapti. Yozda ham xuddi shunaqa issiqlikni o'tkazmaydi. Keyin mana bu hozir ustidan tipa o'sha shuvo bo'ladimi, davom etib keturadi-da. Bu yerda misol uchun mokriy fasad. Bu suvoq armirovka qilinadi. Mana bunaqa xuddi bunaqa suvogga olib kelinadi bu yerda ham. Undan keyin bu yerda chistovoy berib yuborasiz. Shu bu yerda misol uchun 10 santimetrlik, 8 santimetrlik kombinирование qilinyapti.